Yuragini tekshirtirib turmasa, qanday salbiy oqibatlarga olib keladi? Yurakda sog'lom kishilar, ya'ni yurak qon tomir tizimidan hech qanday muammosi bo'lmaydigan kishilarda normada yosh organizmda kelinki ular kardiolog ko'rigiga bormasligi yoki elektrokardiografik oddiy tekshiruvdan o'tib turmasligi mumkin. Hatto shunda ham yosh bo'lgan taqdirda ham yilida bir marotaba aslida ko'rikdan o'tishi lozim. Agar yosh ortib borishi bilan mana masalan 40 yoshdan o'tgandan keyin yurak qon tomir kasalliklarini kelib chiqish xavfi ortib boradi va bu ortib borish holati e'tiborsizlik, ya'ni ko'riklarga bormaslik yoki tekshiruvdan o'tib turmaslik natijasida yurak qon tomir kasalliklarining asta-sekinlik bilan paydo bo'lishiga va ularning rivojlanib borishiga sabab bo'ladi. Aynan ishemik kasalliklarning paydo bo'lishiga, aritmiyalarning paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki bu kasalliklar boshlanishida belgi bermasdan yurishi mumkin. Tekshiruvlardan o'tib turishi natijasida esa kasallikni erta bosqichlarda aniqlashning imkoni paydo bo'ladi. Albatta, kasallikni erta bosqichda aniqlaganimizda uni keyingi bosqichlarga o'tishidan oldini olgan bo'lamiz. Birinchidan, ikkinchidan erta bosqichda aniqlangan kasallikni davolash oson